qurilishda ishlaganman, juda ham qiyin kunlar edi. Yo'q, bu maqsad yo'lida o'tish kerak bo'lgan oddiy yo'llar edi. Sovuqdan sovuq Rossiyaning qishida qo'lqopsiz e'lonlar yopishtirar edik. Yo'q, aslida men bu kunlarni eslayman, bir issiq xotiralardek. Imkon qolmaganidan ba'zan hatto ofitsiant bo'lib ishlar edim. Yo'q, yolg'on, bu oddiy ish, men xursandman shuncha yangi tanishlarimda. Mehnatsiz baxt bo'lmaydi. Har bir marrani ortida qolar katta yo'lagi. Hozirgi har bir soniya aslida kelajakni bir bo'lagi. Kelajakka hukmdor bu orzuga ishonib, bunga sabr mehnat bilan to'lagan. Bor imkoniyatingni qo'llagin. Nimagadir ishonsang oxirigacha ishon, shubhasiz tushmasin shashting. Xotiralar orzudan muhimroq ko'rinsa, demak sen yo'ldan adashding. Qachondir orzu bo'lgan sen ko'rib turgan narsalarning barchasi. Orzu, maqsad, sevgi, harakat, sabr, mana shu barcha sir.